Homiladorlikda ortiqcha vazndan qutulishning eng oson 5 ta yo'lini aytib o'taman. Oxirgisi eng muhimi. Birinchi tavsiyamiz homiladorlikda ko'proq yurishga ahamiyat bering. Har kuni yarim soat, 1 soat toza havoda yurishga odatlaning. Ikkinchi qoida, imkon qadar kechki ovqatni yengilroq qiling va kechki ovqatdan keyin qo'shimcha ovqatlanmasligingiz kerak. Uchinchi qoida, ratsioningizdan uglevodlarni, shakarli ichimliklarni, yengil hazm bo'ladigan oq undan tayyorlangan mahsulotlarni imkon qadar chiqarib yuboring yoki maksimal darajada kamaytiring. To'rtinchi tavsiya, bir kishi emas, 2 kishi uchun ovqatlangin. Aslida bu shunchaki mif. 2 kishi uchun ovqatlanmaymiz qizlar, sifatli ovqatlanamiz. Beshinchi eng muhim tavsiyamiz homiladorlikda uyquni o'z vaqtida va sifatli tashkil qilishingiz kerak. Kechki payt 10-11 dan keyin uxlaydigan bo'lsangiz, qoningizda kortizol ko'tariladi, birdan insulin ham oshishni boshlaydi, ishtahangiz ko'tariladi va birdan semirishni boshlaysiz. Buni tug'rug'ingizni ham qiyinlashtiradi. 4-5 iyun kunlari bo'lib o'tadigan sog'lom onalik xaritasida tomlangan onlayn seminarimda qatnashish uchun shapka profildagi havolani ustiga bosing va yopiq Telegram kanalga qo'shilib oling. Bu seminar mutlaqo bepul bo'lib o'tadi, aziz onajonlar. Bu seminarda homiladorlikni stresssiz, asabiylashmasdan, xotirjam o'tkazishni, asoratlarsiz o'tkazishni va tug'ruqdan keyin o'zingizni sog'lom tiklashni o'rgataman.